Qozoq faoliyatchilari Xitoyning irqiy yo'qotish siyosatiga munosabatli doklad tayyorlayotganligini bildirgan. Qozoq faoliyatchilari Xitoyning Sharqiy Turkistonda yashayotgan qozoqlarga elib borgan bostirish, insoniy dafsandichiliklari bayon qilingan bir doklad tayyorlayotganligini. Mazkur dokladda Xitoyning har xil tuhmatlar bilan muddatsiz va muddatlik hukm qilib jazolagan 112 kishiga munosabatlik ma'lumotlarning borligini, mazkur dokladni axborot e'lon qilish yig'ini orqali ommaga oshkorlaydiganligini bildirgan. Turkiya Polshadagi musulmonlarni yolg'iz tashlab qo'ymadi. Poytaxt Anqaradagi Bilkent universitetida o'tkazilgan Polshalik musulmonlar va tatarlarning kelajagi nomli yig'iniga qatnashgan Miskivijiz Turkiya hamisha Polshalik musulmonlarga va tatarlarga yordam qo'lini sundi. Bo'libmi Turkiya hamkorlik va taraqqiyot idorasi jamoalarimizni remont qilishga nihoyatda zo'r tuhfalarni qo'shdi. Bu munosabat bilan Cumhur Rais Erdo'g'onga, Turkiya hukumatiga va Turkiya xalqiga ko'pdan ko'p rahmat aytaman degan. Al-Jazira rayoni Daeshdan tozalangan. Iroq bosh ministri Haydar al-Abadi Anbar viloyatining g'arbidagi Al-Jazira rayonining 14,000 kvadrat metrlik qismining terrorlik tashkiloti Daeshdan tozalanganligini, Daeshning harbiy kuchini Iroq ziminidan butunlay yo'qotganligini, boshqa joylarga ko'chib ketgan Iroq fuqarolarining ko'pinchisi ozod qilingan rayonlarga qaytganligini aytgan. Turkiyaning yerlik kurashchi aeroplanlari 2023-yili armiyaga topshirildi ekan. Angliyada ziyoratda bo'layotgan bosh ministr Binali Yildirimga hamroh bo'lgan ministr Janikli Londonda TFX tiplik yerlik kurashchi aeroplanning loyihasining to'limi muhim ekanligini eskartish bilan birga, butun kuchimiz bilan bu ishni ro'yobga chiqarish uchun harakat qilyapmiz. 2023-yili bu ish ro'yobga chiqadi degan.